Assalomu alaykum, hurmatli tinchig'uvchilar. Sizlarning diqqatingizga Ili Vadisi gazetida 23 aprel 2026 yili yo'riq ko'rgan Yurakning holsizligi maqolasini havola qilmoqchiman. Yurakning holsizligi yurakning va yurak qon tomirlarining öz vazifasini atqarish xizmatining ojizlashi orqasida kelib chiqadi. Her yili yer sharida 2026 yilga qadar 18-20 millionga yaqin odam yurak va qon tomirlari og'rig'idan vafot bo'ladi ekan. Boshqa og'riqlar bilan selishtirganda bu o'limlik ko'rsatkichi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Tadqiqot markazlarining izdenishi bo'yicha 2050 yilda uning soni taxminan 36 millionga yetadi degan mo'ljar bor. Asosan bu og'riqning kelib chiqish sabablariga kelsak, ular tuvandikilar. Tamakining ziyni, noto'g'ri oziqlanish, qon qismining ko'tarilishi, uni e'tiborga olmaslik, jismoniy harakatning tuvanligi, ortiq salmoqlik, ziyonli ichimliklarni ichish, uzoqqa so'zilgan ruhiy tushkunlik, boshqa kelgan stressni durust qabul qilishni bilmaslik, bardoshlik berolmaslik va boshqalar. Hozir bu ko'rsatkichlarga ko'z tashlasak, bo'libmi keyingi vaqtlarda yoshlar orasidagi o'limlik ko'rsatkichi o'smoqda. Buningga yana bir sabab ko'pinchisi tirikchilik orqasida o'zining tan salomatligiga beparvarlik bilan qarash va ko'ringan maslahatchilarni tingshash orqali dori darmaklarni o'z oldiga qo'llanishning bir oqibatidir. Mening tibbiy sohasida ishlayotganimga 45 yildan oshdi. Ish mobaynida bayqig'ining ko'pincha bemorlarning tibbiy sohasidagi bilimi nihoyatda tuvan. Oddiy narsalardan xabari yo'q. Yana bir yomon yeri ko'pincha gazet jurnallarni tamoman o'qimaydi ekan va qiziqmaydi ekan. Og'riqni uzun yillar bo'yi to'plab, biroq ular tez orada saqib ketishni o'ylab, ko'pinchisi noto'g'ri oziqlanishning va tamoqning qanchalik ziyonli ekanligini aytsangiz, tingshaqmi qo'ymaydigan paytlari bo'ladi. Afsuski, ayrimlari barliq gunohni tibbiy xodimlarga yuklamoqchi bo'ladi. Hammalarning tibbiy sohasida bilimlarni yuqori darajaga ko'tarish mumkin emas. Biroq odam umri uchun bo'lgan eng xavfli bo'lgan holatlarni bilsangiz, shu orqali siz o'zingizning, yaqinlaringizning hayotini saqlab qola olasiz. Agar oldinla inson o'zining og'rig'ini bilsa, shu yo'lda tan salomatlikni yaxshilash omillarini qilsa, oqibati yaxshi bo'ladi. Mening tubki maqsadimda shuni sizlarga yetkazmoqchi bo'ldim. Yurak holsizligining belgilari. Odam ko'ksining yoki maydining kuyib ichishib og'rishi. Agar harakat qilsa, mangsa og'rig'ining kuchayishi. Mag'dirsizlik va chapsan yerib qelish. Badandan so'qta chiqish, hasirash, dimi sig'ish, quruq yetib, bosh qiyish, tinish holatda yurak so'qishining yuqori bo'lishi, taxikardiya, shundoqla uning oziyishi, bradikardiya, sababsiz ansirash, o'lib qelish qo'rqinchligining paydo bo'lishi, putta va taponda ishiq paydo bo'lishi, ishiqning orqasida ortiq salmoqni qo'shish, ishtayni yutirish, qo'saq ko'pishi, qo'saqning og'rishi. Oqshimi kichik taratga yelidan yeliga chiqish. Odam bo'ynidagi venalik qon tomirlarining ko'pib ketishi. Yurak og'rig'ining oldini olish yo'llari va diagnoz qo'yishdagi tekshirishning muhimligini esda saqlab qoling. Birinchi, buni 3 ko'rsatkichga nazar tashlasak, sizning qondagi umumiy xolesterinning, mayning
yuqori bo'lishi. Normada 5,2 millimol litrgacha. Ortiq salmog'ingiz bo'lsa, semizlik va qon qismingiz normadan yuqori bo'lsa, norma yuqorqisi 139, tövini 85, SMAP stolbisi bo'yicha. Sizga bir dilla ishemiyalik yurak kesili diagnozi qo'yishga bo'ladi. Uning sababi yillar bo'yi yurak qon tomirlarining may bog'lab ketishi natijasida uning diametri kichiklaydi. Yoki uni ateroskleroz deb ataymiz. Ikkinchi bosqichda elektrokardiogrammaga tushirish. Uningda ayrim vaqtlarda ishemiyani ko'rsatmishi mumkin. Elektrokardiogramma orqali yurakning infarkt olganini, yurak ritmi to'g'riliq ma'lumotlarni, blokadalarning borligi va boshqa natijalarni olamiz. Biz EKG'ni asosan tinchlik holatda yoki yotganda tushiramiz. Agar EKG'ni harakat qilayotganda tushirsa, veloergometriya bo'lmasa treadmill test orqali o'rinlasa, agar shu vaqtda EKG lensida ishemiyani ko'rsatsa, so'zsiz yurak kesili diagnozi qo'yiladi. Ikkinchi bosqichda yurakni UZI, ekokardiografiya orqali tekshirish. Uning natijasi munolarni ko'rsatadi. Yurak kameralarini, yurak buljunlarining qilinlarini, tromba va ishiq onkologiyalik og'riqlarning borligini, yurak qepida suyuqlikning yig'ilishi, infarkt bo'lgani, yurak paruqlarining borligi to'g'riliq va boshqa ma'lumotlarni ilishga bo'ladi. Agar mushu paytlarda diagnoz qo'yilib, durust davolansangiz, natijasi ijobiy bo'ladi. Bara-bara qon tomirlarining aterosklerozi yuqori bo'lsa, stent qo'yish orqali umringizni uzatib, sopaliq hayot kechirasiz. Stent prujinka cho'ng arteriyalik qon tomirlari orqali mang'uzlanib, yurak qon tomirini kengaytiradi. Ayrim vaqtlarda stent qo'yish mezgilidan o'tib ketsa, ko'ksini yerib, operatsiya, AKШ yasash orqali yurak qon tomirlarini ovishtirishga to'g'ri keladi. Bu davolash usuli nihoyatda murakkab bo'lib sanaladi. Bizning maqsadimiz shu darajaga yetkazmaslik. Yurak infarktining belgilari: maydaning kuyib ichib og'rishi, stenokardiya yoki yurakning siqilishi birinchi belgilari bo'lib, harakat qilsa og'riqning kuchayishi, havoning yetishmasligi bilindi. Og'riq sol qo'lga, tuvanki ingakka, bo'yinga va gujakka berilishi mumkin. Shundaqla holsizlik, qo'rqish, so'g'taning chiqishi, ko'ngilning oqtirilishi belgilari bo'ladi. Bu holat 5-10 minutgacha davolanishi mumkin. Agar qon qismi yuqorqisi 100, tövini 70 mm SMAP stolbida bo'lsa, birdilla til ostiga nitroglitserin tabletkasini berish kerak. Agar qon qismi uningdan tuvan bo'lsa, nitroglitserinni berishga bo'lmaydi. Sababi nitroglitserin qon qismini tushirib yetadi. Agar og'riq besilmasa, qaytadan 5-10 minutdan keyin qaytadan nitroglitserinni berish lozim. 15-20 minut oralig'ida hech qanday yenikchilik bo'lmasa, tez yordam 103 mashinasini chaqirish kerak. Sababi infarkt bo'lib kelish xavfi bor. Yurak infarktining belgilari tuvandikicha bo'lishi ehtimol. Yuqorida aytilgan belgilarning kuchayishi, so'g' tarning chiqishi, ig'ir holsizlik, maydiga xanjar urgandek belgilari bo'lishi mumkin. Maydini biri dastlab turgandek sezilishi, hasirash, demi yetmish, ko'ngilning oqtirilishi, havoning yetishmasligi, boshning qiyishi, chiroyning tortirib ketishi va boshqalar. Mümkün bo'lsa, aspirin tabletkasini chaynatib, suv bilan ichkizib ketish kerak.
Әнді қалған чараларны медицина xadimlari өзлері еліп маңыды. Шындақла, даваланмаған қалқан суман щитовидная безінің бара-бара жүрек ағырқларға еліп келіп, жүрек инфарктыға еліп келіш қоупы бар. Қант диабеті кесілге жүқри дәрежеде көңіл бөліш керек. Сәбәби бұл кеселінің қасарытыдың 35% yakın bimarlar birinci жылыла infarktın ölüp ketiş көрсәткүчләре бар. Davalanmay жүрген қант диабетінің акыбеті ичинарлык болуды. Қанның қойырлығы жігернің, беғірнің қызметіге bağlanışlıq болып, öt xaltısının daimi durus bölünüp çıkmışı, durus tamaqlanmaş neticesi de keyziyatның içi ketiş boluşuğa elip geldi. Keyziyat var ya da kan koyuk buludu. Медицинада uyup қалған қан tüyünçeklerini tromb деп атайды. Onun kelip çıkış sebepleri kanның koyuqlığı, kandaki kentning juqur boluşı, kan tomurlarının evrişimlik hizmetinin peydinpey jütürüşü. Jigerning hizmetini saqlap kelish üçün asasen durus tamaqlanış zörür. Diyetini saqlash gerek. İnternet to'riga kirib Google'dan nomer 5 üstel bilen tonuşun. Eğer siz жүрек infarkti bilen ağırgan bolsanız, ruhungizni tushemay, ruhiy tushkunlikka uchramay, yo'q narsaga chechilmay, doktorning maslahatini esda tutsanız, yaxshi natijalarga yetishga bo'ladi. Mümkün sizga kasbingizni yetkazishga to'g'ri keladi. Sportning ig'ir turlari bilan shug'ullanish xavfli. Eng yaxshisi tennis, suda uzish, minish, skandinaviyalik minish usuli, yoga, o'zingizning suyumli ishi bilan mashg'ul bo'lish va boshqalar. Oxirida ulug' nemis shoiri, dramaturgi, davlat arbobi Yogan Goethening so'zi bilan oyoqlashtirmoqchiman. Men biladigan birdan-bir eng go'zallik u tan sog'lomlik. Abdukerim Imarov, Abdumanap o'g'li, terapevt, psixonevrolog.